Emile Molo degan fransuz generali bo'lgan, Madridni bosqini bo'lgan 1939-yilda Madridni bosib olishgan. François Franco degan inqilobchi bo'lgan, milliyatchi bo'lgan u. Milliy qadriyatlar bilan xalqni oyoqqa turg'izgan va Madridga hujum qilishgan. Hujum qilib kelayotganda o'sha Molo aytgan, Molo biz bilan degan 4 ta kolonna kelyapti, 5-inchisi ichkarida degan. Nima degani? 5-kolonna degan narsa shundan adabiyotga kirgan. Siyosiy adabiyotga 5-kolonna degan narsa shundan kelib chiqqan. 5-kolonna kim? 5-kolonnani qo'lida qurol bo'lmaydi. 5-kolonnani qo'lida axborot bo'ladi. Odamlarni o'zini millatidan sovutish, odamlarni o'zini mamlakatini yomon ko'rsatish, odamlarni o'zini davlatiga ishonchsizligini uyg'otish bilan shug'ullanadi. Ular eng buzuq, eng rasvo odamlarni qahramon qilib ko'rsatishadi. Ular qotillarni qahramon qilib ko'rsatishadi. O'g'rilarni Robin Hood deyishadi. Fohishalarni Tomaris deyishadi. Va ularga qarshi, "Voy, uyatmasmi?" degan odamlarni bular deydi, davlatning tarafini olayotgan quloqlar deyishadi. 5-kolonna. Nima uchun buni aytyapman? Yo u tomonga, yo bu tomonga o'tib ketib qoladi inson. Majbur. O'shaning uchun biz kolonnalarni ajratib olishimiz